Assalomu alaykum. Dilala cho'chaklarni yoqtirib anglab kelayotgan o'moqlarim, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun qaysi hikoyani anglag'inglar ba? Bugun men sizlarga Adil Abdurahmon tag'a fanni hikoyalardan daraxtlarning suhbati degan hikoyani aytib beraymi? Amsa o'moqlarimning quliqi menda bo'lsin. Hikoya daraxtlarning suhbati. Baharning illiq nurida shaharning yo'l yaqinlaridagi yangidan ko'klab yashirayotgan akasiya daraxtlari har deb javoqchilib usul o'ynayotdi. Bu chaqda ustiga qandoqdir boshqa xildagi daraxtlar besilgan yuk avtomobili ularning qishig'iga kelib to'xtadi. Orqadanla bir to'p kishi avtomobildan sakrab tushib, akasiya daraxtining uduliga keng va chunqur o'rinlarni ko'lidi. Andin kran mashina bilan heliqi daraxtlarni bir-birlab tushirishga boshladi. Bu yangi keltirilgan daraxtlarning yildizi to'pisi bilanla baxil arg'amchilar bilan mahkam o'rab qo'yilgan edi. Akasiya daraxtlari usuldan to'xtab, bu yangi mehmonlarga so'xmalik bilan qarashga boshladi. Bo'libmi, bu daraxtlarning yengnidak ushluq yupurmoqlariga qarab bayron qilishdi. Daraxt tikuvchilar ketgandan keyin akasiya daraxti qishig'i tikilgan yangi mehmondan tinchlik so'rab avval gap ochdi. "Yaxshimisizlar mehmonlar? Qayoqdan kelishinglar? Kim bo'lasizlar?" "Yaxshimisiz singlim? Ismim Qarag'ay, yurtim Egiz Qorliqtog'" deb javob berdi Qarag'ay va qo'lini uzatib ko'rishdi. Biroq uning tikandek olqini akasiyaning nozik olqiniga sanjilib ketdi. U og'riqqa chidayolmay voqiravatgilay tas qoldi. Orqadala yana bir taraq o'zini orchi bo'laman deb tunishtirib, o'zining ushliq olqinni uzatdi. Bu do'ram akasiya o'ylab qo'lining uchida ko'rishib qo'ydi. "Sizlar dag'da turavermay bu yerga nimishga keldinglar?" deb ikkaylardan so'radi akasiya. "Biz zamonlardan beri Egiz Qorliq cho'qqilada yashab kelgan-to'q", dedi Qarag'ay samimiylik bilan. Bu do'ram bog'van tog'lar bizni shahar muhitini bizni shahar muhitini go'zallashtirib, insonlar uchun texim yaxshi xizmat qildirish uchun Allohdan tog'dan qo'mirib kelib bu yerga tikdi. Shundoq, dedi archimin Qarag'ayning gapini tasdiqlab. Buningdan keyin biz bir tuqqandek ijil inoq o'tib, shahar xalqining baxt saodati va ruhiy sog'lomlik uchun texmi obdan xizmat ko'rsataylik. Ular birdala koni tunishlardek yaqin bo'lib ketishdi. Akasiya o'zining amdila qishliq uyqudan uyg'onib, tabiat ana tikib bergan yangi ko'nglakni kiyib, bahor payisini surishga boshlaganligini so'zlab berdi va uning o'labla: "Sizlarmi qishliq uyqudan uyg'onib, yangi ko'nglak kiydinglarmi?" "Yo'q, biz mush ko'nglikimiz bilan qishdan chiqaveramiz", dedi Qarag'ay uningga. "Kuz kelishi bilan yupurmoqimiz xazonga aylanib to'kilib ketadi. Sizlar yeyishni bo'lmay turaveramsizlar?" deb so'radi akasiya hayronlik bilan. "Bu masalani aniqlash uchun oldi bilan bizdan boshqa daraxtlarning nima uchun yupurmoq tashlaydiganligini bilib olishga to'g'ri keladi", dedi Qarag'ay. U birpas o'ylanib olib tushuntirishga boshladi. "Orchi bilan meningdan boshqa daraxt yupurmoqlarining yuzidan nurg'un havo to'shikchilari bo'lib, nurg'un miqdordagi suvni parga aylantirib turadi. Kuz kelishi bilan havo sovuq va qurg'oq holatga o'tib, tuproqning namligini azaytadi. Buning bilan daraxt yiltizning namligini qabul qilish iqtidori nacharlashib ketadi. Bu chog'da daraxtlar yupurmoqlarini tashlab gavdasidagi suvning sarfiyotini azaytadi." Undaqda sizlarning suv sarfiyotini saqlash iqtidoringlar yuqori ekan-da, deb aldirab so'radi akasiya. "Shundoq", dedi archa uningga tafsili tushuntirib. "Qarag'ay bilan mening yupurmoqim yangi shakllik. Uning ustiga yupurmoqlarimizning yuzida moy tarkibi bo'lganligi uchun suvning parga aylanishi osti bo'ladi. Shunga bizning tenimizda doim yetarli suv tarkibi saqlanib turdi-da, qishda yupurmoqlarimiz g'azon bo'lib to'kilib ketmaydi." Akasiya bu gaplarni anglab, rozimanlik bilan beshini langshitib qo'ydi. Chunki u yangi bahorga amdili ko'z echib, shuncha vala ko'p bilimga ega bo'lganligiga chin dilidan xursand bo'lgan edi.
Qarg'ay bilan orcha daraxtlari akasiyaning sabiylik yig'ib turgan chiroyiga qarab samimiy kulimsirashdi. O'maqlarim, biz bu hikoyadagi daraxtlarning suhbatidan yangi bir bilimga ega bo'lib oldik. Bu hikoyani yoqtirdinglarmi? Yoqtirgan bo'lsanglar, bu hikoyani atrofinglardagi do'stlaringlarga aytib berishni unutmanglar-chi. Kech bo'lib ketibdi, amis bugun boldur uxlanglar. Tatliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.